Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan orzuyimdagi raspakovka chek bo'ladi. O'zi menga Koreyaga qiziqish BTS gruppasidan boshlangan. Bu ancha yillardan beri qiziqaman, ya'ni ARMYman. Mana shu koreys gruppasi BTS o'sha gruppani taniganimdan beri Koreya orzusi va BTS konsertiga borish orzusi menda bor edi. Xudoga shukur Koreyaga kelib oldim. Bitta eng katta orzuyimni amalga oshirdim. Ikkinchi eng katta orzuyim bu BTS konsertiga tushish va men buni amalga oshirmoqdaman va BTS konsertiga bilet sotib oldim. Bilet sotib olish oson bo'lmadi. Necha mingta odam очередda turdi bilet sotib olish uchun. Xudoga shukur men uspet qildim va sotib oldim. Bu videoni qayta 3-4 martalab oldim, chunki mana shunday qandaydir qopcha chiqdi. Ancha sog'lashgan. Keyin mana bunaqa tasmasi chiqdi. Mana bu xo'sh batareyka qo'ydim. Kichkina batareyka tushirgan. O'zi ham o'rtoqlar, BTS konsertiga chipta juda ham qimmat. Kommentariyada yozib qoldiringlar qanchaga oldim BTS konsertiga biletni taxmin qilib yozib qo'yinglar. Yoki olganlar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringda. Tadam! Lampachani ichiga ketlin ichiga solibdi. Suga, J-Hope, Jungkook, Jin, RM va eng sevimli biyasim bu V. Qaranglar nima sotib oldim. Bu mana shundoq turish uchun. Raspakovkani ishlar edi. Hammaga rahmat. BTS konsertida ko'rishguncha ARMYlar